Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, tezkor xabar. Rasman kartadan kartaga pul o'tkazmalari monitoring qilinadi. Bugun prezident qilingan taqdimotda savdo va xizmatlar, sanoat, qurilish, umumiy ovqatlanish hamda boshqa sohalarda P2P operatsiyalar monitoringi mexanizmi joriy etish rejalashtirilayotgani ma'lum qilindi. O'zgidromet 9 viloyatda sel xavfini e'lon qildi. Unga ko'ra 7-dan 9-aprel kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sabab respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel oqimlari yuzaga kelishi mumkin. Bular Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlari. Ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli juda ko'p. Bu esa suv bosishiga olib kelishi mumkin.